Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men sizlarga Chortoq tuman axborot kutubxona markazi kitob jamg'armasida mavjud bo'lgan Hayot kitobi, yosh oilalar uchun ensiklopedik qo'llanma kitobini o'qishni tavsiya qilmoqchiman. Oila butun insoniyat va alohida har bir xalq taraqqiyotining beshigi. Vatan mehri, qadri va go'zalligini anglash ham oila dargohidan boshlanadi. Ayniqsa yosh oilalar shakllanish jarayoni, tarbiyasi, sog'lom turmush tarzi, moddiy va ma'naviy asoslari, oilaning huquqiy negizini belgilab beruvchi jihatlarni inobatga olgan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Sog'liqni saqlash, Madaniyat va sport ishlari vazirliklari, Nuroniy jamg'armasi, Milliy g'oya va mafkura, Oila ilmiy amaliy markazlari, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi mazkur ensiklopedik qo'llanmani tayyorladi. Kitobda oilani tuzishdan boshlab ro'zg'or yuritish, uning moddiy farovonligini oshirish, farzandlar tarbiyasi, ularning kamoli singari rang-barang mavzular atroflicha yoritib berilgan. O'zbek noshirchiligida ilk marotaba ro'yobga chiqarilayotgan ushbu ensiklopedik qo'llanma oilada har doim e'zozlanib, murojaat etib boriladigan o'ziga xos xonadon kitobiga aylanadi degan umiddamiz. Barchangizga ushbu kitobni o'qishni tavsiya qilaman.